هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure En'am 1. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövəndə diqqətinizə İbn Kəsir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi En'am suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure En'am 165 ayet Mekke'de nazil bolğan. Sure En'am'nın fazileti ve düşkən vaqti toğrusida. Avfi, Ekrime ve Ata qatarlıqlar İbn Abbas radiyallahu anhumanın Sure En'am Mekke'de düştü deganligini rivayet qiladi. İmam Tabarani İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qiladi. Sure En'am bir kechisi Mekke o surenin atrafida 70 ming farishta ovozliq tasbih aytgan holda biroqli tushgan. Sure En'am bir kechisi Mekke'de o surenin atrafida 70 ming farishta ovozliq tasbih aytgan holda biroqli tushgan. Suddi Murradin Abdullah'ın mundaq deganligini rivayet qiladi. Sure En'am uni 70 ming farishtaning uzitib qo'ygan holida tushdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve nihayeti mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Cemi hamd sana osmonlarni ve zaminni yaratgan, zulmatlarni ve nurni paydo qilgan Allah xosdir. Ondan yani mushundaq dalillarni ko'rib turib kafirlar Rabbiga boshqalarni sherik keltirdi. Allah sizlarni, yani sizlarning otanglar Ademni loydan yaratdi. Ondan ajilinglarni bekitdi. Sizlarning teriladigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Ondan sizlar ey kuffarlar o'lgandan keyin terilishga shak keltirasizlar. Osmonlarda ve zaminda ibadet kılınışqa tegishlik Allah ana shudir. U sizlarning yoshurun ve oshkoriq ishlarni, yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turdi. U sizlarning yoshurun ve oshkori ishinglarni, yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turdi. Allah Teala'nın katta kudretlik ve çoğ hükümran zat ekanligiga hamd sana etish to'g'risida. Allah Teala osmonlarni ve bendilerinin yaşaşı üçün zeminni özünün yaratganligiga, zulmetlerini ve nurni bendilerinin keç gündüz paylanışı üçün qilib bergenligiga özünü özü maqtagan ve hamd sana aytgan holda mundaq dedi. Cemi hamd sana osmonlarni ve zaminni yaratgan, zulmetlarni ve nurni paydo qilgan Allah xosdir. Bu yerde zulmetler köplik qo'shimchisi bilan nur Allah Teala'nın nuri deb birlik şekilde keldi. Bundaq bo'lishidagi sebep nurning zulmetlerden a'lo bo'lganligi uchundir. Shuningdek, tövendeki bu mening to'g'ri yo'limdir. Şu yolda meninglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi degan oyatdimi
to'g'ri yo'l bu mening to'g'ri yo'lim deb birlik şekilde keldi. Noto'g'ri yo'llarni mangmanglar deb ko'plik qo'shimchasi bilan keldi. Ondan ya'ni mushundaq dalillarni ko'rib turib kafirlar Rabbiga boshqalarni shirik keltirdi. Ya'ni Allah Taala bandalarga mushundaq ne'mat bersa-mu, bandalarining ichidan ba'zisi kafir bo'ldi, shirik keltirdi va Allah Taalaning ayoli balasi bor dedi. Allah Taala ularning bu bo'htonlaridan pokdir. Allah sizlarni, ya'ni sizlarning otanglar Odamni loydan yaratdi. Ya'ni Allah Taala bandalarining otisi ve asli bo'lgan Odamni loydan yaratdi. Shu Odamdan insonlar ko'payib sharq g'arblarga tarqaldi. Ondan ajilinglarni bekitdi. Sizlarning terildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Said ibn Jubayr ibn Abbasning Allah Taalaning ondan ajilinglarni bekitdi degan oyatidan ölüm ve sizlarning terildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir degan oyatidan oxirat ko'zda tutildi deganlikni rivoyat qildi. Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Hasan, Qatada, Zaid ibn Aslam, Zahhak, Atiya, Suddi, Muqatil ibn Hayyan ve başqalardan bu haqda shundaq rivoyat qilindi. İbn Abbas ve Mujahid Allah Taala'nın ondan ajilinglarni bekitdi degan oyatidan dunyoning muddati ve sizlarning terildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir degan oyatidan insonning toki o'lgichi bo'lgan umri ko'z tutildi dedi. Ondan ajilinglarni bekitdi degan oyatidan dunyoning muddati ve sizlarning terildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir degan oyatidan insonning toki o'lgichi bo'lgan umri ko'z tutildi dedi. Bu ma'noning Allah Taala'nın Allah sizlarni kechisi uxultidi, kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turdi, ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otidi degan oyatidan ilinganligi ehtimolga yaqindir. Sizlarning terildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Ya'ni Allah Taaladan boshqasi uni bilmaydi. Bu ayetning ma'nosi ba'zi ishlarni Allah Taaladan boshqasining bilmaydiganligi jihatdan tövendeki ayetlarning ma'nosiga o'xshaydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular senden qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Rabbim Allah biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Ular senden qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Sen uni qandoqmi bayon qilib bera olaysan? Uni bilish Rabbinga xosdir. Ondan sizlar ey kuffarlar, o'lgandan keyin terilishga shak keltirilsizlar. Suddi ve başqalar bu ayetning ma'nosi sizlar qiyomat to'g'risida shak keltirsizlar deganlikdir dedi. Osmonlarda ve ziminda ibadet qilinishga tegishlik Allah ana shudir. U sizlarning yo'shurun ve oshkor ishinglarni, yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turdi. Ya'ni osmon ve ziminda maqsadlar tilinadigan u zot Allah Taaladır. Osmon ve zimindagi barliq maxluqotlar Allah Taalaga ibodat qiladi. Uni bir deb taniydi. Uning Allah ekanligini e'tirof qiladi. Jinlar ve insonlardan kafir bo'lganlaridan boshqasi uning rahmatini umid qilgan ve azobidan qo'rqqan holda uningga duo qiladi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi. Allah osmondamu ilahdir, zimindamu ilahdir. Yani Allah Taala osmondagi ve zimindagi maxluqotlarning ilahidir. U sizlarning yo'shurun ve oshkor ishlaringlarni bilib turadigan zotdir. Yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turadi. Yani
u sizlarning barliq ishinglarni va u ishinglarning yaxshi yomonini bilib turguchidir. Ular Rabbining oyatlaridan birer oyat kelsalar uningdan bosh tortadi. Ularga Alloh tarafidan haq kitob, ya'ni Qur'on kelib edi, ular uningga chin tutmadi. Uzoq qolmay ularga o'zlari masxir qilgan narsaning xabarlari keladi. Ya'ni ularga azob nozil bo'lib, o'zlari masxir qilgan narsaning xabari aniq bo'ladi. Ulardan burun o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganlarimizni ular ko'rmadimi? Ya'ni uningdan ibrat olmadimi? Ularni ziminda sizlarni yerlashtirmagan bir shaklda yerlashtirgan edik. Ularga mo'l yomg'irlar yog'dirib bergan edik. Üstünlarni ularning ostidan eqib turadigan, o'stanglarni ularning ostidan eqib turadigan qilgan edik. Ondan keyin ularni qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik. Mushriklarning tarsolik qilganligi ularning bu qilmishlariga qarata tahdid selinganlik to'g'risida. Ular Rabbining oyatlaridan birer oyat kelsalar, uningdan bosh tortadi. Alloh taolo bu oyatda o'zining oyatlarini inkor qilgan, tarsolik qilgan mushriklarning ularga mayli qachonla bo'lmasin Alloh taolaning birligini va Alloh taolo tarafidan avatilgan hurmatli payg'ambarlarning rostchiligini isbotlaydigan birer dalil, isbot va mo'jiza kelsalar, ularning buningdan yuz o'riydiganligidan, uningga pisand va parvo qilmaydiganligidan xabar berdi. Ularga Alloh tarafidan haq kitob, ya'ni Qur'on kelib edi, ular uningga chin tutmadi. Uzoq qolmay ularga o'zlari masxir qilgan narsaning xabarlari keladi. Ya'ni ularga azob nozil bo'lib, o'zlari masxir qilgan narsaning xabari aniq bo'ladi. Bu ularning haqni inkor qilganligi uchun ularga selingan tahdid va ogohlantirishdir. U tahdid ular ishonmagan Qur'onda xabar berilgan azobning ularga cho'qim kelishi va ishonmaganligining oqibatiga qilishi, shundaqla ishonmaganligining azobini tetishidir. Ondan keyin Alloh taolo ularga g'azab qilib, ilgari o'tgan ularning kuchlik, soni ko'p, mal va avlodi jiq ziminlardan foydalanishda, u ziminlarni avatlashtirishda iqtidorlik bo'lgan qavmlarga kelgan dunyolik azob va jazolarning ularga yetib kelishidan ogohlantirib mundaq deydi. Ulardan burun o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganimizni ular ko'rmadimi? Ya'ni uningdan ibrat olmadimi? Ularni ziminda sizlarni yerlashtirmagan bir shaklda yerlashtirgan edik. Ya'ni ularga dunyo, balachaqa, uzun ömür, yuqori martaba va bayasha turmush ato qildik. Ularning askarlarini ko'p qildik. Ularga mo'l yomg'irlar yog'dirib bergan edik. O'stanglarni ularning ostidan eqib turadigan qilgan edik. Ya'ni biz ularning asta gunohlarga petish uchun ve ularga mühlet berish yuzidan yomg'irlarni ularga ko'p yog'dirib berdik. Buloqlarni ko'plab chiqarib berdik. Ondan keyin ularni qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ya'ni biz ularning qilgan askiliklari, o'tkazgan xatoliklarning sababi bilan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik. Ya'ni burunqilar yo'qolib, cho'chaklarda so'zlanadigan kishilarga aylandi. Ulardan keyin sinash uchun boshqa bir avlodni paydo qildik. Bularni burunqilar qilgandek xato ishlarni, askiliklarni qildi. Shuning bilan bularni ularga o'xshashla halok qilindi. Ey kofirlar, ularga kelgan halok qilishning sizlarga kelishdan saqlaninglar.
sizlar Alloh taolaning oldida ulardan aziz emas. Lekin sizlar inkor qilayotgan bu payg'ambar Alloh taolaning oldida ularning payg'ambarlaridan hurmatlidir. Shuning uchun Alloh taolaning mehribonligi va yaxshiligi bo'lmasa edi, ular qaraganda sizlar azobga va jazoning tez kelishiga eng haqli edinglar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana ular talep qilgandek qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan. Kafirlar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdimi, ular sheksizki bu faqat ro'shan sehrdir deydi. Chunki ularning g'arzi eng ro'shan dalil kelgandimi, iymon etmaslikdir. Ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga guvoh bo'lib, nemishqi bir farishta tushmadi deydi. Agar uningga bir farishta tushirilgan bo'lsa, ularning ishi tugagan bo'ladi. Ya'ni bu chaqda haqni inkor qilsa, halok qilinadi. Ularga muhlat berilmaydi. Biz payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdimi, albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni ya'ni shubhiga tushirdik. Ya'ni ular farishtani inson shaklida ko'rganda, bu inson ammo farishta emas deydi. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kofirlar tarafidan masxir qilindi. Masxir qilguvchilar masxir qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu masxir qilguvchilarga aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zdan kechiringlar. Tarsalik qilguvchilarni ayiblash va ularning payg'ambarlarni insondan avatilganligiga qoyil bo'lmaganlik to'g'risida. Alloh taolo bu yerda mushriklarning tarsalik qilganligidan va haqqi cho'ngchilik qilib, haq ustida talash tortish qilib jidallashganligidan xabar berib mundoq dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sana ular talab qilgandek qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan. Kafirlar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdimi, ya'ni ular u kitobni va uning tushganligini o'z ko'zlari bilan ko'rgan taqdirdimi, ular sheksizki bu faqat ro'shan sehrdir deydi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolo kofirlarning moddiy narsalarga ishonmay cho'ngchilik qilganligidan xabar berib kelgan tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab olamiy arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdami, ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi. Balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishdi. Agar ular osmonning bir parchasi tushib ketganligini ko'rsa, bu toplashgan bulutdur deydi. Ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga guvoh bo'lib, nemishqi bir farishta tushmadi deydi. Ya'ni Alloh taolaning azobidan qutqizishga nima uchun biror farishta Muhammad alayhissalom bilan birga tushmadi deydi. Agar uningga biror farishta tushirgan bo'lsak, ularning ishi tugagan bo'ladi. Ya'ni bu chaqda haqni inkor qilsa halok qilinadi. Ularga muhlat berilmaydi. Ya'ni ular shu holati bilan turganda, agar ularga farishta tushirilsa, albatta ularga Alloh taolo tarafidan bir azob kelgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: farishtalarni faqat haq asosida
ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqdala nozil qilamiz. Bu chaqda ularga muhlat berilmaydi. Ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Ular, ya'ni mushriklar o'zlarining jinini ilish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohlariga xush xabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga sizlarga jannat haromdir deydi. Biz payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdami, albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni, ya'ni shubhiga tushirdik. Ya'ni ular farishtani inson shaklida ko'rganda bu inson, ammo farishta emas deydi. Ya'ni agar biz insonlardan bo'lgan payg'ambarlar bilan farishtalarni tushirsak va yoki biz insonlarga farishtalardan bo'lgan bir payg'ambarni avatsak, insonlarga u farishtaning so'zlayalishi va ularning u farishtaning so'zini qabul qilishi uchun albatta u farishta shu insonning shaklida bo'ladi. Agar ish shundoq bo'ladigan bo'lsa, xuddi ular insonlardan bo'lgan payg'ambarlarning vazifasini qabul qilishda o'zlariga shubhi paydo qilganidek, yana farishtalardan bo'lgan payg'ambarlarga shubhi bilan qaraydi, shubhilandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, mubada ziminda, ya'ni zimin ahlidek minib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirdik. Ya'ni birini haqiqatga söz orqali da'vat qilishi, o'zaro savol so'rab foydalanish uchun Alloh taolo rahim qilib har bir maxluqotga o'z jinsidan payg'ambar avatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatadigan o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Biz payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdami, albatta uni inson shaklida qilatdik. Bu oyatning ma'nosi haqida Zahhok ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar ularga farishta keladigan bo'lsa, farishtami insonning suratida keladi. Chunki farishta nurdan yaralg'achqa o'z shaklida tushsa, ular farishtaga qariy olmaydi. Ularni, ya'ni shubhiga tushirdik. Ya'ni ular farishtani inson shaklida ko'rganda, bu inson ammo farishta emas deydi. Ya'ni ularni farishta bilan insonning orliqini farqlantira oladigan qilib qaymoqtirib o'tdik. Bu oyatning ma'nosi haqida Vobili ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni ularda qayta shubha paydo qiladi. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kafirlar tarafidan masxara qilindi. Masxara qilguvchilar masxara qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Bu Muhammad alayhissalomning qavmining ichidan uni yolg'onchiga chiqarganlar uchun berilgan ogohlantirishdir. Payg'ambar alayhissalomga va uning ishongan mu'minlarga dunyo va oxiratda yordam berguchi va yaxshi oqibatning berilishiga qilingan va'dadir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu masxir qilg'ichilarga aytqinki, ziminda sayr qilinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zdan kechiringlar. Ya'ni sizlar o'zinglar haqida o'ylaninglar. Sizlar burunqi payg'ambarlarni inkor qilgan, tarsalik qilib
ular bilan qarşılaşgan qavmlarga Alloh taolaning oxirat qattiq azobini saqlab qo'yishi bilan birga mushu dunyoda ularga azob oqibatlarning tushirilganligiga payg'ambarlarni va mu'min bandalarni azobdan qanday qutuldirganligiga qaranglar. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure An'am tefsirinden 1. ayetten 11. ayetgacha anladыңlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.